Hammaga xayrli kech o'rtoqlar. Bugun bizda ujin ajoyib restoranda bo'lib o'tadi. Shuning uchun sizlar bilan birgalikda hozir tayyorgarlik ko'ramiz. Xo'p, men tanlab mana shu ko'ylagimni kiyishga qaror qildim. Odatda restoranlarga maksimal darajada ko'ylak yoki kofta yubka kiyishga harakat qilaman. Shu safar ham xuddi shunday bo'ldi. Вот, mana bu ko'ylakcha xuddi Zolushka fason ko'ylakcha, faqat rangi buni pushtirang. Hozir endi shunga mos nejniy va chiroyli prichoska qilamiz. Qizlarjonlar, bizga soch prichoska uchun prelez va utujok kerak bo'ladi va menda har xil kiyimga mos zajinlar bor. Qaysi birini taqsam ekan deb ikkilanib turibman. No, oxirida yana ko'ramiz. Vot qizlarjonlar, sochimni utujok qilib oldim. Sochim ancha esibdi. Ana endi sochni old qismini ozgina объемli qilish uchun men imенно ana shunaqa taroq ishlataman. Qaranglar, bu narsa sochini ob'yom berishga yordam beradi anamday. Boshni ayniqsa mana bu qismi aylanib bo'ladi-ku o'sha joyiga. Sochlaringizni tayinli pat qilib nima qilib o'tirmaysizlar. Ana shunday ozgina anamday tarab nima qilasizlar, qo'yasizlar. Qarang, ob'yomli bo'ldi. Endi sizlarga videoni o'rtada qay darajada ko'rinyapti yo'q. Bu tomoniga ham ozgina sepamiz. Mana. Ana endi bu tomoniga. Вот. Mana ozgina sochim silliq bo'lgani uchun ob'yom qilaman, lekin soch ko'p qizlar qilishi shart emas. Endi sochimizni mana shunday qilib qo'l bilan olamiz. Men maksimal darajada prichoska qilayotgan vaqtda taroq ishlatmayman, chunki taroq bilan tabiiy chiqmaydi. Men ko'p holatlarda tabiiylik tarafdoriman. O'sha uchun qo'lim bilan qilaman. Mana shunday qilamiz. Mana bu qismi endi qaranglar, netto turibdi. Sochimga mana bu gulchalik zajimni toqdim. Ana endi bu qismlarini yana bir marta tekslab chiqamiz. O'zi odatda umuman sochimga utujok ishlatishni yomon ko'raman, chunki sochimga umuman ozor bergim kelmaydi. Yuzimga ham shunday. Вот, mana. Tungi uxlotlarimni qilganim sababli makiyaj qilmaslikka qaror qildim, lekin soch prichoskasi va ko'ylak bizda ajoyib ko'rinishda. Hammaga rahmat. Всем пока.